O'zbekistonni Uzbeksila deb dunyoga tanitgan inson. Senator haqida 3 ta fakt. Videoni boshlashimizdan oldin PUBG'lar klubiga obuna bo'ling. Birinchisi, 1997-yilda Qirg'izistonda tug'ilgan. Yoshligi juda qiyinchilikda o'tgan. Yegani noni bo'lmagani sababli qo'shnilaridan yordam so'rab yashagan. Keyinchalik Rossiyaga ishlagani boradi va hamkasblari bilan birga ovqatlanib turganida bitta sherigi PUBG o'ynab turgan bo'ladi. Senator uni ko'rib qiziqib qoladi. Ikkinchisi, Senator Galaxy S7 telefonida PUBG o'ynashni boshlaydi. Ukrainalik hamkasblari bilan birga o'ynab Zava rankini ko'tarib yuradi. Keyin uni o'ynaganini ko'rgan o'zbek tanishlari stream qilishini taklif qiladi. Ular Senatorga aytishadi. O'zbekistonda streamer yo'q deyshadi va Senator harakatini boshlaydi. 2 oylik maoshiga iPhone 8 Plus olib streamni boshlaydi. Lekin telefon bilan stream qilish qiyin bo'ladi. Oradan biroz vaqt o'tib, qo'qonlik tanishi Senatorga stream qilish uchun kompyuter va boshqa aksessuarlar uchun yordam qilib 80 ming rubl tashlab beradi. Bu Senator uchun juda zo'r imkoniyat bo'ladi. Kompyuterlarni yig'ib streamni yana boshlaydi. Uchinchisi, kecha yegani noni yo'q, musofirda og'ir mehnat qilib yurgan Senator bugun esa PUBG sababli juda katta natijalarga erishdi. U ikkita stream xonasiga 30 ming dollardan oshiq pul sarfladi. Birinchilardan bo'lib YouTube kanalida 1 million obunachi yig'di. Ko'p PUBG turnirlarida chempion bo'lib, O'zbekistonni Uzbeksila deb dunyoga tanitdi. PUBGdan kelgan daromadiga 4 ta uy sotib oldi va shu bilan birga Gentra, Monza, Li9 Ultra avtomobillarini sotib oldi. Aytishicha, Senator hali asosiy maqsadiga erishmagan. U O'zbekistonni PUBGda jahon chempioni qilmoqchi ekan. Streamer va kibersportsmen bo'lishni xohlasangiz, biodagi link orqali Telegram kanalimizga obuna bo'ling.